Men kar bo'lib tug'ilganman. Onam esa bundan shokka tushib qolgan. U doim meni Rebekka deb chaqirardi. Men esa sezmay yuraverardim. Ota-onam men bilan qanday muloqot qilishni bilishmasdi. Sarosimada edi. Nima qilishni tushunishmasdi. Keyin maktabga bordim. U oddiy maktab edi va u yerda yagona kar o'quvchi men edim. O'qituvchimga bu yoqmadi va u meni ura boshladi. Juda qattiq urardi. Uyga qaytgach, onamga ko'kargan joylarimni ko'rsatdim. U orqamni ko'rdi va qichqirib yubordi. U juda ham darg'azab edi. Jannatda ilk eshitishni xohlagan tovushingiz qaysi? Assalomu alaykum Rebekka Husayn opa. Taklifimizni qabul qilganingiz uchun tashakkur. Towards Eternity jamoasi sizni ko'rganidan juda xursand. Intervyu davomida Sandra Labbadia opa surdo tarjima qiladi. Suhbatni Rebekka Husayn kim degan savoldan boshlamoqchiman. Hayotingiz haqida qisqacha so'zlab bera olasizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Men Rebekkaman. Bu mening imo-ishora tilidagi ismim. Bangladeshda tug'ilganman. Tug'ma karman. Ota-onam ahvolimga qarab, men bilan qanday muloqot qilishni tushunishmasdi. Ular dovdirab qolishgan, nima qilishni bilishmasdi. 7 yoshimda ular meni Amerikaga olib ketishga qaror qilishdi. Keyinroq karlar maktabiga berishdi. U yerda men birinchi marta imo-ishora tilini o'rgana boshladim. Imo-ishoralar, mimika, ifodalar, o'zimni juda baxtli his qilardim. Bilimlarni o'zlashtirardim, o'rganardim, rivojlanardim. Birinchi marta menda muloqot tili paydo bo'ldi. Bundan o'zimda yo'q xursand edim. Birinchi marta o'z tilimda muloqot qilish juda ajoyib edi. O'zimni juda qulay his qilardim. Keyin men universitetga o'qishga kirdim. RT New Yorkdagi Rochester texnologiya universiteti. Uni tamomlab diplom oldim. Endilikda imo-ishora tilida erkin so'zlasha olaman. Bolaligingiz qanday o'tgan? Bizga o'z hikoyangizni aytib bersangiz. Men kar bo'lib tug'ilganman. Onam esa bundan shokka tushib qolgan. U doim meni Rebekka deb chaqirardi. Men esa sezmasdan yuraverardim. U tinmay Rebekka derdi. Men esa hech narsani eshitmasdim. Bu juda ham g'alati edi. U sarosimaga tushib nima bo'layotganini tushunmasdi. Men yuraverardim. U esa chaqiraverardi. Shunda u amakimni chaqirdi. Amakim unga qarab, bola eshitmayapti dedi. Onam chinqirib, unga nima bo'lgan dedi. Keyin maktabga bordim. U oddiy maktab edi va u yerda yagona kar o'quvchi men edim. O'qituvchim esa u menga bengal va ingliz tillarini o'rgatmoqchi bo'ldi. Birinchi navbatda bengal tiliga e'tibor qaratishimni xohladi. Lekin men matnga qarardim va ko'zlarim ingliz tiliga o'tib ketardi. O'qituvchimga bu yoqmadi va u meni ura boshladi. Juda qattiq urardi. Meni bengal tilini o'rganishga majburlamoqchi edi, lekin men inglizcha matnga qarayverardim. Bengal tilini tushunmasdim. U men uchun osonroq tuyulayotgan ingliz tili bilan bog'lanmas edi. Ustozim esa meni urishda davom etdi. Menga og'ir edi. Uyga qaytgach, onamga ko'kargan joylarimni ko'rsatdim. U orqamni ko'rdi va qichqirib yubordi. U juda darg'azab edi. Darrov qo'limdan ushlab maktabga olib bordi. O'qituvchimga qizimga nima qilganingizni ko'ring dedi. Buni direktorga ham aytdi. Ular uyalib qolishdi. Keyin otam bilan gaplashishdi va otam o'ylab ko'rib bir to'xtamga kelgach, biz Amerikaga ko'chib ketamiz dedi. Ular meni karlar uchun maktabga topshirishga qaror qilishdi. Shu tariqa biz Amerikaga ko'chib ketdik. Men umuman eshitmasdim. Shifokor meni quloqlarimni tekshirib, u yura oladi, imo-ishoralar bilan muloqot qila oladi dedi. Shunda otam bir qarorga kelib, uni karlar maktabiga joylashtiramiz. U o'qishni uddalaydi dedi. U maktabga borganimdan juda ham xursandman. Chunki imo-ishora tilidan foydalanishni o'rgandim. Uni yordamida muloqot qila olardim. Onamga pechenyeni qanday qilishni ishora orqali o'rgatishim, fikrimni unga ifodalay olishim mumkin edi. Onam shunchaki hayratda edi. U imo-ishoralarimni oz-ozdan tushuna boshladi. Men ham, onam ham juda ham baxtli edik. O'sib ulg'aydim. Va keyinchalik RT Rochester texnologiya universitetiga o'qishga kirdim.
Aynan o'shanda tilim qanchalar go'zal ekanini chindan ham his qildim. Doimo imo ishora tilidan foydalanardim va u men uchun foydali edi. Odamlar bilan erkin muloqot qila olardim, osongina do'stlar topardim. Aytingchi, nogiron bo'lib tug'ilganingizni va bu umrbod ekanini anglaganingizda nimalarni his qilgansiz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alloh menga hayot berdi. Menga eng yaxshi sovg'ani taqdim etdi. Eshitamanmi yoki yo'q? Baribir baxtliman. Kar bo'lganimdan baxtliman. Men baxtliman. Hammasi Allohning qo'lida. Unga taslimman. Hayotingizda hech eshitishni xohlagan paytlaringiz bo'ladimi? Bilasizmi, suvga qaraganimda uni eshitishni, ayniqsa to'lqinlar ovozini eshitishni juda ham xohlayman. Yoki Allohni madh etayotgan, uning so'zlarini aytayotgan qushni tinglashni xohlardim. Men tabiatni ovozini eshitishni istardim. Kimningdir ovozini eshitishni, musiqa tinglashni istayman. Men bularni barini eshitishni xohlayman, lekin hech nimani eshitmayman. Inshaalloh, jannatga tushganingizda birinchi navbatda nimani eshitishni xohlardingiz? Inshaalloh. Men Allohning ovozini eshitishni xohlayman.